Bu 1.5 turbo ham bu. 1.5 turbo. 2000 nechi? 2020. 2020-yil kraskasi toza. Endi bitta polirovka qilib yuborish kerak, yumshoq balon bosib. Bu qancha yurgan mashina? 92 ming euro. 92 ming halol probeg, ha? Halol para 100. Nimada yuradi? Propanmi? Metan. Ana, metan ham qo'yishyapti turbinaga. 1.5 ga teng bo'ldi. 240 ming so'rayman. Aka bo'ladiganini ayting. Bo'ladigani 20. 2020-yil bo'ladigan 220 million qo'yaman deysiz, ha? Yo'q. 230 hisob beradi. 240 ming so'rayman. Nechi pul aka qarang, 30 dan nechi pul o'tib berasiz? Yo'q, o'tolmaymiz. Qo'yma. 225 bo'ladimi? Yo'q, 230 dan pastga anaqa qila olmaysizmi? yo'q. Bera olmaysizmi? Metan qo'yilgan. Tayyor buni. Nomer ayting. 94lik 94lik 488 488 54 54 66. 488 54 66. Malibu 1.5 turbo 2020-yilda ishlab chiqargan, metalli ham bosib qo'yishgan ekan. 230 millionga mana nomerlari bilan qo'yib beryapmiz. Bunaqa shansdan o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying.